Anqarning chiroyi turilib ochiqdan lavlari titrab ketgan edi. Qahar nemishqa ishlarning tuyuqsiz bundoq bo'lib ketganligini bilmay besh qaytib ketdi. Nimaga o'ng'ib tursan? Berib model ko'rgazmaga ishlarga tayyorlik qil. Shirkat moliyasidagi ishni men bir taraf qilay. O'z soltak, Nodira bilan yaxshiroq o'tgan bo'lsang, bizmi qiyinchilik oldida buncha beshimiz qisilmas edi. Endi men berib Nodiraning dadisi bilan bu ishni maslahatlashib boqay. Bo'ldi, chiqib ket. Qahar qo'ldagi materiallarni ilib xomush holatda chiqib ketdi. Uning bir necha hamkorlik shirkatini o'ziga sherik qilib, model sahnasida g'alaba qozonib, yangi hayotni yengish orzusi ko'pikka aylangan edi. Amdilikda model musobaqasining bosh modeli Odilami tuyuqsiz qasdga uchrab, hamma ishlar sug'chilashgan edi. Qahar bu ishlarni Obidaning qilganligiga ishonmaydi. Biroq asosli gumonliq nuqtani Obidaga qaratmaymi bo'lmaydi. Qahar ishxonasiga kirib bir necha yerga telefon berdi. Biroq hech kim uning telefonini olmadi. Demak, u o'zi qiltaqqa dasab, o'zi qo'lgan o'rniga o'zi tushgan edi. Qahar nima qilishini bilmay ishxonasida xiyol surib o'tirib qoldi. Tuyuqsiz uning yodiga heliqi atir keldi. U yanchuqidagi atirni qo'liga oldi. To'g'ri. Mushu atirning egisini topsamla, menga ziyonkashlik qilgan odamni topalayman. Qahar atirni olqinib, chin siqimdab, telefonni qo'liga olib Javlonga telefon berdi. "Hay, Javlon, Odilaning ahvoli qandayroq?" Odila xili yaxshi, biroq "Nim bo'ldi? Tezroq demamsan?" doktor uning tenini ojizgan yetib obdan aram olsin deydi. Bugungi musobaqaga balkim u qatnashmasligi mumkin. Qahar peshonasiga birni urdi. Bo'ldi. Sen uning yenidan ayrilma. Uningga yaxshi qara. Men shirkatning ishini o'rlashtirib etib, soqchixonaga berib, Odila ishlatgan atirning tarkibini tekshirib boqay. Ondan kimning uni qasdiganligini bilib boqay. Qahar shundoq deb telefonni qo'yib etdi. Bugungi ko'rgazmadagi bosh modeldan ular ayrilib qoldi. Shundaqla uning agijidan qo'llig'ichi shirkatlarmi yo'q bo'ldi. Endi uning bu musobaqadan chekinishdan boshqa yo'li qolmagan edi. Qahar shirkat uchur bo'limiga musobaqadan chekinish iltimosi yozdirib, yangi hayot shirkatiga olib berishni birsiga havola qildi. U o'zining bundoq o'sal bo'lishini, Obidaga cho'ng so'zlab bundoq oson chekinishni o'ylab boqmagan edi. U atirni ilib soqchixonaga qarab maqdi. Obida barliq tayyorliklarni bitirib, ko'rgazma zaldagi mehmonlarni kutib olish ishlari bilan ovar bo'layotganda bir parcha iltimos qog'oz topshirib oldi. Obida iltimos qog'ozini tafsili ko'rib, sahar shirkatining bu qitimqi ko'rgazmadan o'zligidan chekinib chiqqanligini bilib, hayron qoldi. Bu Qahar bekli ko'ran so'zlab, menimi sarasimga sep qo'ygan. Ajab tuyuqsiz chekinib qopdi-ku. Texi ya baldur emas, ya keyin emas. Dal mushunda qalqiliq paytda. U yana boshqa suiqasd planlayotmagandi. Abidaxon qiz, musobaqa tartibi bo'yicha hammani o'rinlashtirib bo'ldik, ko'rib baqsangiz. Musobaqa zalidagi xizmatchi qiz Obidaning diqqatini bo'ldi. Obida uning qo'lidagi tizimlikni olib 4-navbat sahnaga chiqargan sahar shirkatining tizimlikini ko'rsatdi. Darhol tizimlikdan bu shirkatni chiqarib yetinglar. Men bayla ularning chekinish iltimosini topshirib oldim. Bo'ladi-xon qiz. Xizmatchi qiz tizimlikni olib ketib qoldi. Obida yanada Qaharning tuyuqsiz chekinganligining sababini tushunmay telefonni qo'liga olib Javlonga telefon berdi. "Voy, Javlon. Bu men Obida. Yaxshimi?" "Ha, tinchlikmi?" Men bayla sahar shirkatining musobaqadan chekinish iltimosini topshirib oldim. Bu zada nima ish? Nima? Musobaqadan chekinish iltimosi? Bu qanday ish? Bu ishdan sizning xabaringiz yo'qmi? Obida hayron bo'lib so'radi. Javlon ig'ir birini tinib qo'ydi. Odila yana qasdga uchirdi. U hozir doktorxonada. Musobaqaning ishlari qanday bo'ldi, men bilmadim. Nima? Odila qasdga uchirdi? Obida bakla hayron qoldi. U hozir qandayroq? Musobaqaga qatnasha olamdi? Cho'ng chataq yo'q, biroq doktor uning harakat qilishini chekladi. Shu bugungi musobaqaga qatnashamaydi. Balkim shu sababdan Qahar musobaqadan chekingan bo'lishi mumkin. Balkim shundaqdir. Biroq uning bundoq oson voz kechishni o'ylamabdi ekanman. Shundaq, menimi uning bundoq oson voz kechganiga ishongim kelmayotdi. Obida, sizga utuq tilayman. Rahmat sizga. Men ko'rgazma oyoqlashgandan keyin Odilani doktorxonaga yo'qlab boraman. U uyg'onsa, mendan salom aytib qo'ying. Bo'ladi. Javlon telefonni qo'yib etdi. Obida tuyuqsiz yuz bergan bu ishlarning orqasida boshqa bir suiqasd borligini g'uvoh his qildi. Qahar soqchixonaga kelib bo'lgan ahvollarni soqchiga aytdi. Shundaqla yenidagi atirni chiqarib tarkibini tekshirib beqishni aytdi. Soqchilar Odilaning delosiga qarta bu qitimqi ishni chang tutib tekshirishga kirishdi. Tushdan keyinlik Urumchi shahrida ochilgan cho'ng tipdagi model ko'rikka boshlanish murosimi nihoyat qizg'in kayfiyatda boshlandi. Akbar apandi musobaqa qatnashgan shirkat vakillari va bu so'ringa kelgan aziz mehmonlarni kutish bilan ovora edi. Obidamo ishga jihatga tayyorliklarni puxta qilib, xizmatchi xodimlarga chataq chiqib qilishning oldini olish uchun hamma ishlarni atrofli o'rinlashtirish xizmatlari bilan oldirash bo'ldi. Qahar soqchixonadan yenib kayfiyati nachar bir qovoqxonaga kirdi.
U tushdan keyin soat 3gacha haraq ichib, mast bo'lib yetib qoldi. Anqar apandi o'g'lining model musobaqasidan chekinganlik xabarini anglab, bakli achchiq keldi. U Qaharga telefon berib ololmadi. Anqar amalsiz Notiraning dadasi Jahantay apandi bilan ko'rishdi. Aslida bu qitimqi model ko'rikiga Anqar o'zining shirkatiga vakolatan Jahantay apandini taklif qilgan edi. Biroq bu qitimqi sachilik Anqarning yuzini to'kib qolmay, ya'ni uning qo'llovchilarini o'sal ahvolga tushirib qo'ygan edi. Anqar shirkatining oxirgi qo'llovchisi Jahantayni chang tutish uchun uni Urumchidagi eng dangli tomoqxonaning eng esil ayrimxonasida kutib oldi. Balaning aybini dodi yapidi deb Anqar bu qitimqi ish uchun iqtisodiy jihatdan ko'p ziyon tortib qolmasdan shirkatning obro'yini qo'g'diyolmagan edi. Jahantay Anqarning shirkatining musobaqadan chekinganlik xabarini anglab, Anqarning o'zini taklif qilish sababini bilib bo'lgan edi. Ular ayrimxondan o'rin elishgandan keyin Anqar Jahantayga qarab so'z ochdi. Bugun o'g'lim Qahar bilan Nodiraning to'y ishini maslahatlashaylikmikin deb sizni chaqirishim. Anqar, biz uzun yillik do'st. Shundaqli qudulish oldi turyapmiz. Bugun meni chaqirib kelib, bundaq gapni agitmay o'chig'ini desingizmi bo'ladi. Model musobaqasidan chekinganlik xabaringlarni angladim. Ham bak afsuslandim. Bugun meni chaqirishingizda boshqa sababmi bor deyman. Ha? Sizdan bir ishni yo'shirib qololmaydigan o'xshaymi? Qani avval tomoq buyurtaylik. Ha. Biz koni tanishlardan bak tuzitib ketmasakmi bo'la? Bu qitim rostala bak o'sal ahvolga tushib qoldi. Koni tanishlikning yuzini qilib, menga yordam qilmasangiz bo'lmaydi. Buni bilaman. Biroq Qaharni bundaqla shirkatni vayron qilish girdoviga opirib qo'yadi deb o'ylamabdi ekanman. To'g'ri deysiz. Bu soltak bu qitim menga bakla lab urib shirkatni gullantirman deb va'da bergan. Bundaq ishning chiqishini zodila o'ylamabdi ekanman. Bo'ldi. Savdo sohasining xatari cho'ng. Bunchalik tavakkulchilik qilmasa cho'ng ish tavratgili bo'lmaydi. Bu Qahar uchun bir eg'ir savoq bo'lib qoldi. Anqar Jahantayga minnatdorlik tuyg'usida qardi. Bo'ldi. Xizmatning gapini qo'yib avval tomoq buyurtaylik. Biz yoshlarni boshqarib ololmaydi ekanmiz. Jahantay tomoq tizimligini qo'liga elib shundaq dedi. To'g'ri dedingiz. Ular bir necha xil say buyurtib, ya'ni koni parang'i tushdi. Anqar garchi shirkatning moliyasidagi mablag'ni Jahantay orqali hal qilgan bo'lsa-mu, bu qitim Qaharga bek ishinib ketganiga pushaymon qilib qolgan edi. Ko'rgazma murosimi rasmiy boshlanib, shirkat vakillari va boshqa aziz mehmonlar so'rindan o'rin elishdi. Xizmatchi xodimlar mehmonlarni tartibga solish, maydon o'rlashtirish bilan ovora edi. Obidaning model guruhi eng oxirida maydonga chiqadigan bo'lg'achqa, bu taratqularning va asosli maydon rastlag'uvchilar bilan bu qitimqi musobaqaning amaliy maydon ko'rinishini nazorat qilishga mas'ul bo'lib o'tadi. Obida musobaqadan yana chatoq chiqishni xohlamaydi. Zaldagi pardalar rangli chiroqlar ostidagi sahna pastga paranglashib turgan mehmonlarning diqqatini tortdi. Akbar apandi Urumchidagi katta arbob, Urumchi televiziya stansiyasining boshlig'i Jushqun apandi bilan musobaqaning amaliy ahvol to'g'riliq qizg'in parang'i tushib ketgan edi. Bu qitimqi musobaqaga 10 shirkat qatnashgan bo'lib, hammasining asosiy qatlamdagi rahbarlari va moda sohasiga qiziqadigan dangli stansiyalarning ziyorat muxbirlari, yana nurg'unlagan qimmatli mehmonlar qatnashgan edi. Yana Shanxaydagi hamkorlik shirkatining vakillari kelgan bo'lib, bu qitimqi musobaqa yangi hayot uchun o'sish xarakterlik rol o'ynaydi. Model ko'rikining riyosatchisi sahnada paydo bo'ldi. Uning ustiga kiygan ipak raqdan tikilgan alayda pasondagi kiyimi sahna ostidagi har bir kishining diqqatini tortdi. Sahna tinchlanib, hammalarning ko'zi riyosatchiga tikildi. Obida sahna orqasida hammani nazorat qilmoqda edi. Riyosatchi qiz illiq tabassum bilan ko'pchilikka salom qildi. Hurmatli aziz mehmonlar, Urumchidagi dangli kiyim-kechak markasini yaratgan Yangi hayot shirkati uyushtirgan yangi shakldagi hamkorlik model ko'rikiga qatnashish uchun kelgan qadimlarga marhaba. Sehnimizda chaqnab turgan Yangi hayotning dangli markasi kiyim-kechak sohasidagi dangli obraz bo'lib qolmasdan ichkiri o'lkalargacha o'z qimmatini yaratib hamkorlik birlashma zanjirini shakllantirdi. Navbatda men aziz mehmonlar tizimligini o'qib o'taman. Tomoshabinlar qimmatli chavoqlaringlarni aymag'aysizlar. Sahnada olqish sadolari ko'tarildi. Riyosatchi aziz mehmonlar tizimligini o'qib bo'lgandan keyin musobaqaning boshlanganligini jakarladi. Sahnadagi rangli chiroqlar ostida jo'lanib turgan riyosatchi qiz so'zini davom qildi. Navbatda men musobaqaning maydon ko'rinishi va musobaqaga qatnashgan shirkatlarning o'yin tartib tizimligini o'qib o'taman. Pastdan yana olqish sadolar yangradi. Musobaqa tartibi va musobaqaga qatnashgan shirkatlarning navbat bo'yicha sahnaga chiqish tizimligi anglitildi. Navbatda maydon ko'rinish bo'yicha birinchi qitimliq mengi sharafiga erishgan shirkat Olqish moda kiyim-kechak shirkati. Ko'pchilikning diqqati maydonga markazlashgan edi. Olqish shirkati o'zlari tanlagan muzika sahnada yangradi.
Arkadan bir-biridan chiroyli model qizlar sahnadagi rangli chiroq ostida kepinaklardek aylanib o'tdi. Muxbirlar suratga elish zalini qopladi. Pastdagi mehmonlar telefonlarini chiqarishib, bas-bas bilan suratga tortish bilan avara edi. Abida yana sahna orqasida nazorat qilib, o'rnidan medirlamadi. U biror gumonli kishilarning bu musobaqani qalaymaqon qilishini xohlamaydi. Musobaqa o'ngishli davomlashib, bir necha shirkatlar ko'rakdan o'tdi. Pastdagi mehmonlar va taratqularning hayajondan chiroylari nurlanib ketgan edi. Chunki Urumchida bundaq cho'ng moda kiyim-kechak ko'rigining o'tkazilishi kamdan kam ko'riladi. Taratqular ko'rakning amaliy naq maydon ko'rinishini bevosita televiziya stansiyasiga ulg'an bo'lib, televizordami bu musobaqaning hal qilg'ish ko'rinishi qo'yilmoqda edi. Doktorlar Adilani odatdagi kasalxonaga yo'tkagan bo'lib, u o'shiq kelgan edi. Javlon uningga barliq ishlarni so'zlab berdi. Nemishqikin Adilaning kayfiyati ancha yaxshi emas edi. Sizga nima bo'ldi? Nemishqa bunday qish yuz beradi. Meni qasdlayotgan Sadi kimdi? Bo'ldi, ko'p o'ylama. Saqchilar bu ishni tekshirdi. Aras, sizga atirni aklib bergan odamning chiroyi esingizda bormi? Esimda. U odam beshiga qora shapka, ustiga qora chapan kiyibdi ekan. U menga o'zini tez yetkazguvchi deb posulkani elib olishimni aytgan. Biroq men qarasam u hech tez yetkazguvchiga o'xshamaydi. Uning ustiga kiyib olgan kiyimi sal g'alati edi. Men diqqat qilmayli posulkani elib kirib ketdim. Posulkaning ichida bir quti atir turadi. Men qo'limga ozroq sepib purab baxdim. Purqi bekli xushpurak ekan. Men texi sizni sovuq qilgan o'xshaydi debdim. Adila beshini tuvan soldi. Bo'ldi, ko'nglingizni yerim qilmang. Sizni xaslagan odam hamini tutiladi. Muhimi sizning salomatligingiz. Qahar rastli musobaqaga qatnashishni amaldan qoldirdimi? Shundaq. Uning bu qitimqi musobaqaga ishonchi bakli cho'ngdi. Eng muhimi shirkatning musobaqaga ajratgan mablag'mi oz emas. Biz taklif qilgan mehmonlarni bu xabarni anglasa, shirkatning innovativ ta'siri yetishi aniq. Hozir musobaqa allaqachon boshlanib ketdi. Tag'am ham Qaharning ishlari qanday bo'ldi buni bilmadim. Javlonni ufsinib qo'ydi. Musobaqa boshlangan bo'lsa, televizorda qo'yilishi mumkin. Ekronni iching-a? Ko'ygingiz bormi? Gerçi musobaqaga qatnashamsammi, musobaqa amaliy ahvolini ko'rgim keldi. Men tek sizni ko'ngli yerim bo'lib qolmasin deb televizorni ochmagan. Javlon o'rnidan turib televizorni ichib, bevosita qo'yilayotgan kanalga yo'tkadi. Darvaqa model musobaqasi boshlanib, riyosatchi naq maydon ko'rinishini e'lon qilayotgan edi. Adila yenik ufsinib qo'ydi. Bu qitim model ko'rigi rostla bek hayvatlik echilibdi. Abida haqiqatan ishlarni atrofli qo'rlashtiribdi. Sizda Abidaga nisbatan xato tushunish bekli ko'p. Menimcha u sizga bekli ko'ngil bo'ladi ekan. Boya musobaqa boshlanishdan burun u menga telefon berib, sizning ahvolingizni so'radi. Yana musobaqa oyoqlashganda sizni ko'rgili keldigan bo'ldi. Bilaman. Nurg'un ishlarda uni ranjitib qo'ydim. Biroq hamma ishlar kechikdi. Yuragim bekli siqilib ketyapti. Adila beshini tutib jimib qoldi. Javlon uning qo'lini olqiniga oldi. Adila, bundaq ümidsizlanmang. Ishonaman. Siz keyingi manzilingizni to'g'ri bossangizla, cho'qim model sohasida utuq qozona olasiz. Adila Javlonning tasallisidan ko'ngli taskin topmasimi, chiroyiga oz-to'la kulki yugurdi. Ular birlikda model ko'rinishining davomini ko'rishga boshladi. Musobaqa davomlashib, halqiliq jarayonlarni besib o'tdi. Soat 6 bo'lganda riyosatchi maydonga chiqib ko'pchilikka maydon oralig'idagi dam olishni uqtirdi va ko'pchilikni esil bir vaqt kechlik xizaq taklif qildi. Bu xil o'rinlashtirishdan hammalar beklar rozi bo'lgan edi. Ko'pchilik tamoqqa eg'iz tekkash musobaqaning jiddiy kayfiyati to'g'riliq qizg'in parangga tushgan edi. Abida kelar maydon musobaqaning o'ngishli o'tkazilishi uchun tayyorlik xizmatlarini o'rinlashtirdi. U sahna orqasidagi ishlar bilan oldirash turganida Dilyar sahna orqasida paydo bo'ldi. Uning qo'lida bir necha tomoq qachisi turadi. Abida uni ko'rib hayron bo'ldi. Siz qanday paydo bo'ldingiz? Dadam sizni shohiydagi xizmatda aldirash kelmaydi degan. Ajab tuyuqsiz paydo bo'lib qoldingiz-ku. Siz tunji qitim uyushtirgan bundaq katta musobaqaga kelmasam ko'nglim unamdi. Qarang, aldirash yurib o'riqlab qopsiz. Men sizga tomoq akirdim. Tezda yeviling. Ko'rib turyapsiz. Sahna orqasidagi ishlarni o'zim o'rinlashtirmasam bo'lmaydi. Tomoq yemisangiz, navbat sizga kelganda rostila chatoq chiqadi juma. To'g'ri dedingiz. Rahmat sizga. U xizmatlarni xizmatchilarga bir qor toplab Dilyar bilan zalga chiqdi. Ular muvofiq joy tepib qachidagi tomoqlarni birga yedi. Abida, sizning bunchalik yomonligingizni o'ylamabdi ekanman. Men to'naydigan erkak qiz hamda Raurus bir talat egisiga aylanibdi. Bo'ldi. Meni masxara qilmang-a. Yana sizga yetmayman. Dilyar Abidaning pishib yetilgan eg'ir besiq kamtar holatidan suyundi. Ilgari sizni saltanat taxtining erki malikasi deb o'ylaydi. Biroq hozir siz haqiqiy saltanat taxtining varisi bo'lishga loyiq ish qildingiz. Sizga qo'l qo'ydim. Bo'ldilar. Bu gapni deyishmaylik. Sizchi Urumchida kiyim-kechak shirkati ishingiz qanday bo'lyapti?
Dadam qurilish kasbida qutuq qozongan korxonachi. Men uning yolg'iz o'g'li. Taxtga varislik qilish uchun umrlik orzuyimdan voz kechmasam bo'lmag'di. Undaqda dadangizning kasbini taraqqiy qildiray debsiz-da. Amal yo'q. Biroq xotirjam bo'ling. Men kiyim-kechak siyosatga to'nishlarim orqali sizning keyingi bo'sish xarakterlik muvaffaqiyatlaringizga kuchimning yetishicha yordam qilaman. Abida uning gapini anglab kulib tashildi. Nimaga kulsiz? Sizning dadangizning kasbiga varislik qilishingizga faqat ishongim kelmayotdi. Siz bir moda qo'llashqochi, qurilish kasbiga faqat mos kelmaysiz. Biroq dadangizga agashgandan buyon xeyli ilgirlashpa. Men sizdan keyingi varislik o'rningizda mustahkam turib, dangliq qurilish savdogari bo'lib chiqishingizni umid qilaman. Ular bir-biriga qarashib kulishib ketdi. Bir vaqtli qiza vaqti oyoqlashib musobaqa yana davomlashdi. Abida oxirgi 3 shirkatning tayyorlik xizmatlarini jiddiy o'g'irlashtirdi. Qahar tex kash kirmayli g'arqmas qavoqxonda yetib qoldi. Bir chaqda uning yonfini sayrab, mulozim uning yonfinini oldi. Ayol qamay bo'yi egiz qo'shmuqash qonshorlik kelishgan bir yigit kelib Qaharni ib ketdi. Anqar apandi Jahontay bilan ishini to'g'rilab shirkatga qaytib keldi. U boshqa xizmatchi xodimlardan Javlon bilan Qaharning texchi qaytib kelmaganligini anglab oldi bilan Javlonga telefon berdi. Voy, Javlon, sen nada? Şirketi shuncha ko'p ishlar yuz bersa, Qahar ishkanlar nima ish qilib yuradigansizlar? Jili bo'lib o'layli dedi. Tag'a, bo'lg'uluq bo'ldi. Musobaqam boshlanib yerimlashib qoldi. Endi jiddiylashganning foydasi yo'q. Men doktorxonada bir do'stimga qarayotgan. Qahar azroq ish bilan sirtga chiqib ketgan. U texchi qaytib kelmadimi? Asta, men bolani ishni terib qo'yib o'zi nada yuraydigandi? Men boya uningga telefon qilgan, telefonni olmadi. Bo'ldi tag'a, ansirmang. Men uning bilan aloqalashib xabarini sizga beray. Bo'ladi, vaqtni beriga berib qoldi. Uni topa olsang kechda birga uyga ib ket. Bo'ladi, endi kechda ko'rishaylik. Javlon telefonni qo'yib o'rsinib qo'ydi. Nemish bo'ldi? Qahar yo'qib ketdimi? Shundaq, bu qitim tag'amga bekli alam bo'ldi. Uning salomatligidan ansirab qoldim. Siz bekli oqdan o'tgansiz. Uning o'g'li cho'ng ish chiqarib qo'yib, xayolda yo'q yursa, siz tog'ingizni ansirab o'tamsiz? Qahar kichkidan mushundaq yomon ugunib qolgan. Tag'amni uni boshqurib bo'lamadi. Bu qitim Shanxaydan kelib, shirkatni qo'liga ilib cho'ng so'zli sayran qilgandim. Biroq safar ko'migan yo'lovchi yo'lda qapti degandek uning ishimi tezlik sug'ichlashdi. Meningcha uning bundoq cho'ng qaror chiqarishida ma'lum sabab bor. Bumiz har qancha tantak odam bo'lsa-mu, shirkatning mablag'ini osonlik haqqa bo'lib bermas bo'g'iydi. Bu nima deganingiz? O'ylab beqing. Borindili bu kasbga qiziqmaydigan o'yin-xumar odamni nima eng qiziqtira oladi? Javlon Adilaning og'ziga tikildi. Qimar. Nima? Qimar? Gapingizni tushunamadim. Agar biroz Qaharni bundoq cho'ng tavakkalchilikka kuch kiritmasa, u bundoq ish qilish tugur o'ylashga jur'at qilmaydi. Demakchi bu xoningiz uni bir kuch kiritib yangi hayotga taqobil turg'izmoqchi. Sahar shirkati azaldan yangi hayot bilan put tepishib boqmagan. Uning ustiga Qaharmi o shirkat bilan yana Abida bilan o'z adovati bo'lmasa, nemish tuyuqsiz yangi hayotga shuncha cho'ng tavakkul qilib jang e'lon qiladi. To'g'ri deysiz. Haqiqatan kallangiz ishlaydi ekan. Undaqda bu qitimqi mag'lubiyat nimani tushundirdi? Acaba bu shu parda orqasidagi odamning o'rinlashtirmasimi? Meningcha Natayin, u odam yangi hayotni mag'lub qilish yo'lida Qaharni rag'batlantirgan. Agar xalqlik paytga kelganda aksicha ish qilsa, bu aqlga muvofiqmi? Agar astili parda orqasida shunday bir odam bo'lsa, uning ikki maqsadi bo'lishi mumkin. Adila Javlonning og'ziga tikildi. Ha? Birinchisi u Qahardan foydalanib yangi hayotni mag'lub qilmoqchi. İkincisi u yolg'ondan o'yin o'ynab yangi hayotga qarshi turganda qilgan bilan oxirida o'zining go'shini o'ziga qo'rtib, unda qozonga mundaq cho'mish qilish, ya'ni sahar shirkatini mag'lub qilish. Agar ikkinchi ehtimollik to'g'ri bo'lsa, bugungi oqibatning kelib chiqishi muqarrar. U deganingizmi to'g'ri? Balki mening sahnaga chiqishimni to'sishimi, mushi o'rlashtirishning bir qismi bo'lsa kerak. To'g'ri dedingiz. Biz u odamni tep chiqishimiz kerak. Bo'lmasa yana uchun qurbonlik berishga to'g'ri keladi. Soqchilar sizga atirni yetkazgan odamni topsizlar, balkim ozroq ship uch tepilib qolar. Bo'ldi. Siz qaytib keting. Tag'ingiz cho'qim beychi delishyotdi. Mushundaq vaqtda u sizga bek muhtoj. Bo'lmaydi. Siz 2-3 qitim qasga uchirdingiz. Qotilni yana kelmaydi degili bo'lmaydi. Bugun qilib sizga qarang. Adila Javlonga minnatdorlik ko'zlari bilan tikildi. Javlon, siz bu dunyoda uchratgan Dilmuratdan qolsa menga eng ko'ngil bildigan birdan bir odam. Sizga qanday rahmat aytishimni bilmayapman. Ahmaq, meni yot ko'mak bo'lamdi. U Adilaning qo'lini siqimdab ko'zlariga tikildi. Meni hozir qabul qiling demayman. Qo'lingizga Dilmuratga munosabatlik aslimalar yo'qolguncha men sizni saqlayman. Bo'ladi. Men Dilmuratning narsasini yig'ishtirib etdim. Uni unutishga tirishman. Javlon Adilani yenik quchoqladi.